2022-yil 2025-yil Xalq banki texnik xizmatlar markazida tadbirkorlar bilan uchrashuv bo'ldi. Bu sizlarga Xalq bankining faktoring xizmati haqida tushuncha beramiz. Bu faktoring xizmati yuridik shaxs maqomiga ega bo'lgan tadbirkorlik subyektlarga ko'rsatiladi. Bu faktoring maqsadi yetkazib berilgan tovarlar, ko'rsatilgan xizmatlar va bajarilgan ishlar uchun to'lov talabnoma asosida regress huquqsiz to'lovlarni qabul qilib olish orqali mol yetkazib beruvchi moliyalashtirish xizmatidir. Bu faktoring xizmatida sizlar real bilan shartnoma tuzib tovar olasizlar, sizlarning shodmonlar puli yo'q. Sizlarga faktura beradi, shuni pulni biza bank to'lab beradi. Faktoring xizmatini biz sizlar uchun pul to'lab beramiz, keyin bizga bankka keyin sizlar qaytarasizlar, to'g'rimi? Faktoring tushuntiraman sizlarga. Faktoring summasi mijozning to'lov qobiliyatiga asosan beriladi. Sizlarning kredit majburiyatlaringiz shu tomonda tushib turgan pul shu oy hisobida, ya'ni 1 yil davomida shundan kelib chiqib limit belgilanadi sizlarga. Bunda tadbirkorning ulushi mavjud emasligida faktoring 180 kungacha beriladi. Bunda imtiyozlar yo'q. Faktoring milliy valyutada 90 kunga 6% dan beriladi. 91 kundan 180 kungacha 12% dan beriladi. Bunda garov, zalog bo'lmaydi. Sizlarning kelgusi tushunmangiz garov ta'minoti sifatida qabul qilinadi. 6% bankning dunyosi bo'ladimi? Bankning puli bo'ladimi? 6% diskont bo'ladi. Bank uslubi bo'ladi.